O'tgan asrning 80-90 yillarida SSSR Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik qo'mitasi, xalq tilida militsiya va KGB deyiladigan idoralar o'rtasida zimdan kurash ketardi. KGB militsiya xodimini pora bilan ushlasa, militsiya xavfsizlik xodimini faxsh ustida fosh etar, shu tariqa kuch tuzilmalari o'rtasidagi raqobat davom etardi. Albatta bu tarix, chirkin zamonlarning yovuz qilg'iliklari edi. Yaxshiyamki hozir bunday emas deb o'ylab yurardik, toki Farg'onaning Furqatida bir voqea sodir bo'lmagunicha. Yo'q, xavfsizlik xizmati va ichki ishlar tuzilmalari tortishib qolgani yo'q. Biz hikoya qiladigan hodisa shonli militsiyamiz va soliq idorasining kattalari o'rtasidagi yashirin urush haqida bo'ladi. Unda Furqat tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i, aniqrog'i sobiq boshlig'i va shu tuman soliq inspeksiyasi boshlig'ining o'zaro kelishmay qolgani ortidan ochilgan yashirin urush. Bu urushda tumandagi maktablardan biriga rahbarlik qiladigan oilali ayolning qurbon qilingan sha'ni va qadr-qimmati haqida so'z yuritamiz. Yusuf kameraga olib turibdi, sohib aytayapti, "Davay kameraga qarab turib, soliqda boshlig'i meni hozir mana shu yerda majburlab olib kirib, urib, men bilan jinsiy munosabatda bo'ldi" deb aytib berasan. Meni tepamda 4 ta ichki ishlar xodimi turibdi. Men aytayapman, "Iltimos, tezkor qarab turaylik, hech bo'lmasa kiyimimni kiyib olay, men ayol kishiman" deyapman. Haligilar aytayapti, "Yo'q, bu yerda shart sen qo'ymaysan, kiyin davay" deyapti. 4 ta erkak menga qarab turdi, men ularning ko'zini o'ngida kiyindim. Sohib oshqozon qismimga tepdi, men где-то 15-20 sekund nafas ololmay qoldim. Shunday vahshiy manzaraki, ichki ishlar xodimidan kaltayi 1 metr joyga uchib tushgan holatimni Tohir sudrab olib kelyapti sochimni. Kameraga qaratyapti, "Pauza qil" deydi. Pauza qilgan joyda Sohib uradi. Sohib urgan joyda Tohir ko'tarib beradi sochimdan tortib, kameraga to'g'rilab beradi. "Bo'l, biz aytgan gapni gapir." "Yo'q, gapirmayman" dedi. Xullas, ular maqsadiga erishmagandan keyin turmush o'rtog'imni chaqirish bilan tahdid qildi. O'zbekistonda bunaqangi voqea bo'lishiga ishonmagan bo'lardim. Chunki o'sha organda xodimlari siz bilan meni tinchligimni saqlab beradigan odamlarni o'zi bu darajada pastkashlikka borishiga to'g'risida ishonmaysiz. Uchastkovoy Haminjonov Azam o'zini avvaldan tanish bo'lgan magazinchi Yusupov Davlat degan bolani oldiga borib, 102 ga telefon qilib, go'yoki soliqda boshlig'i bir ayolni uyiga jinsiy aloqa qilish uchun olib kirib ketdi deyishga ko'ndiradi. ...2025 yil 17 aprel. Bu sana Farg'ona viloyati Furqat tumanidagi maktablardan birining 34 yoshli direktori Gulira'no Qosimova uchun dahshatli kun bo'lib qoldi. Direktor o'zining tanishi, Furqat tumanining o'sha paytdagi soliq inspeksiyasi boshlig'i Qurbonali Abdurahmonovdan yo'l transport hodisasiga uchragan turmush o'rtog'ini davolatish uchun qarz so'rayotgan paytda bir guruh ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari to'satdan paydo bo'lib, direktor va sobiq amaldorni do'pposlab ketishdi. Furqat tumani 29-maktabda direktor lavozimida ishlab kelaman. Furqat tumani ichki ishlarida sobiq boshlig'i Akmal Xo'jayev bilan Furqat tumani soliq boshlig'i Abdurahmonov Qurbonali o'rtasidagi mojaroda men qurbon bo'ldim o'rtada. Haqiqatdan men Qurbonali aka bilan tanishman avvaldan. Qaysi ma'noda? Biz misol bitta tumanda yashaymiz. Keyin inson sifatida tanishmiz. O'sha vaqtlari xo'jayinim avariya bo'lgan edi. Xo'jayinimning operatsiyasi uchun men hammadan pul so'rab yurgan vaqtim edi. Ko'pchilikdan so'rab chiqqanman. Oktyabrda avariya bo'lgan bo'lsa, birinchi operatsiyasini o'tkazdirganmiz. Ikkinchi operatsiyasi uchun mablag' zarur bo'ldi. Keyin shu pul so'rab yurgan vaqtim Qurbonali akadan ham so'raganman. Bu haqida turmush o'rtog'im ham xabari bo'lgan. Yalinib yolvorishiga qaramay, Gulira'noning ko'ylaklari yirtildi, qip-yalang'och qilib yechintirilib, xodimlar tomonidan ayovsiz tahqirlandi. Unga qo'shib soliq boshlig'i ham kaltaklanib yechinishga majbur qilindi. Bu orada qo'lida telefon kamerasini yoqib olgan xodimlar paydo bo'lib, go'yoki jinsiy aloqa qilayotgan erkak va ayolni ushlab oldik qabilida holatni videoga olishga tushib ketishdi.
Qo'lida qog'oz va qalami bilan turgan xodimlardan biri Gulira'no Qosimovani Soliq inspeksiyasi boshlig'i Qurbonali Abdurahmonov meni jinsiy aloqa qilishga majbur qildi, qabilida ariza yozib berasan deb majburlashga tushdi. Barcha urinishlar besamar ketib, maktab direktori bundan bosh tortdi. Ichki ishlar xodimlari Sohib degan tezkor qidiruv xodimi, Tohir, Yusuf, Azam, Dilshod degan, keyin buning ichida eng kulgili jihati ham har xil soha yo'nalish bo'yicha ishlaydigan ichki ishlar birlashishgan ular. Ya'ni o'sha Akmalda o'ziga qarashli bo'lgan bitta jinoiy guruh shakllanganda bu yerda. Ular keyin ular shunaqangi pul so'rab turilgan vaqtda bizni vahshiylarcha sochimizdan tortib, sudrab, kiyimimizni yechib, menga haligi kuch ishlatib, 4 ta erkak o'sha Sohib, Yusuf, Tohir ular meni urib, Sohib ichimga tizzasi bilan tepdi, yani qornimga, oshqozon qismimga tepdi. Men где-то 15-20 sekund nafas ololmay qoldim. Endi ayol kishiman men, kuchim yetmadi haqiqatan ham. Keyin o'sha muddatda ichida Yusuf, Tohir, Sohiblar yechintirib tashadi kiyimimni. Kiyimimni yechib tashab, keyin xuddiki biz o'sha sahnani endi nima qilib jonlantiryapti-da ular. Keyin Soliqda boshlig'ini ham kim yechintirganini bilmayman lekin uni ham 3-4 ta o'sha g'ayratlar bor edi, o'rinbosarlar, ma'naviy ishlar bo'yicha o'rinbosarlari bor edi Akmalda. Endi ular ashna qilib turib, bizni urib aytdi. Keyin Yusuf kameraga olib turibdi, Sohib aytayapti, "Davay kameraga qaraysan." Kameraga qarab turib, Soliqda boshlig'i meni hozir mana shu yerda majburlab olib kirib, urib, men bilan jinsiy munosabatda bo'ldi deb aytib berasan. Men hayronman, men aqlim yetmayapti, nima unaqa narsani talab qilayotgan. Keyin men aytdim, "Yo'q, bunaqa deb bermayman" dedim. Men bosh tortdim. U meni keyin o'sha yerda urushda davom etdi. O'sha o'zi xohlagan Tohir sochimdan sudrab tortib olib kelib beryapti, kameraga qaratib beryapti. Yusuf kameraga olib turibdi aytdi. Keyin nimani o'sha Sohib menga uryapti. Bosh qismimga uryapti, devorga borib tegib kelyapman, oyoq qismimga tepyapti, qo'lidagi telefonlar bilan uryapti. Shunaqa deb berasan deb. Ishonasizmi, shunday vahshiy manzaraki, men haligi kuchli haligi ichki ishlar xodimidan kaltaga 1 metr joyga uchib tushgan holatimni o'sha tezkor qidiruv vakili Tohir sudrab olib kelyapti sochimni. Kameraga qaratyapti, pauza qil deydi. Pauza qilgan joyda Sohib uradi. Sohib urgan joyda Tohir ko'tarib beradi sochimdan tortib, kameraga to'g'rilab beradi. "Bo'l, biz aytgan gapni gapir." "Yo'q, gapirmayman" dedi. Xullas ular maqsadiga erishmagandan keyin turmush o'rtog'imni chaqirish bilan tahdid qildi. Keyin turmush o'rtog'imni chaqirishdi. Oynakni oldiga borib ko'rsatyapti, "Mana ering, davay biz xohlagan gapni yozib ber. Soliqda boshlig'iga ariza qil" deyapti-da endi. Meni shuna majburladi deb ber, deyapti. Undan keyin unda ham xohlamagan, haligi men rad qilganimdan keyin boshlig'imni chaqiryapti, ishim bilan qo'rqityapti. Oilam bilan tahdid qilishdi, ishim bilan tahdid qilishdi. Endi ular xohlagan gapni aytib bermaganimdan keyin soxta arizalar boshlandi. Soxta arizalarni tashkillashdi ular. Xullas, hamma narsalarni bunday tekshirib chiqsak, yuridik bilimi bor odam ko'radiki, hamma soatlar, vaqtlar bir-biriga umuman mutanosib emas mana qog'ozda ham. Uni o'zlari ham tushunib turibdi. Men bilan Soliqda boshlig'ini o'sha ichki ishlarda 10 nafar xodimi qatnashgan bunda. Ular juda tezkorlik bilan, aytaylik, 1 daqiqa yo 2 minutlar ichida yechintirib tashlashdi. Kiyimlarimizni yechib, keyin go'yoki biz ushlagandek qilib hali ssenariy boshlandi, kameralarda olishyapti. Keyin qaysi vaqt Soliqda boshlig'ini olib chiqib ketdi bilmayman. Bizga kiyimlarimiz, telefonlarimiz berilmadi bizga u vaqtda. Olib qo'yildi bizni. Keyin telefonimizni o'sha kechki taraf olganmiz. Kiyimlarimizni keyin berishdan oldin Soliq boshlig'ini olib chiqib ketdi-da. Xonada faqat tezkor qidiruv vakillari qoldi. Tezkor qidiruv vakillari qolib turib, keyin ular menga o'sha tuhmat qilishimni talab qilishni boshlashdi. U yerda vahshiylarcha urushga o'sha Sohib ismli tezkor qidiruv vakili o'zi yaqindagina Qo'qondan bizga hayfsan bilan o'tgan xodim ekan u. O'sha chorasi bor xodim ekan. Haligi xodim endi shunaqangi yomon so'zlar bilan haqorat qilib, meni urib, uchirib yuboryapti. 1 metr masofadan Tohir sochimdan tortib olib kelib kameraga qaratyapti. Yusuf u yerda haligi videoga olish bilan haligi nima qilyapti. Keyin ular shu sahnani meni gapirtira olmagandan keyin ichki ishlarga olib chiqishyapti bizni. Keyin deyapti. Ishonasizmi? Odamni ko'rsangiz g'azabingizni keltiradigan sahnada meni tepamda 4 ta erkak turibdi, 4 ta ichki ishlar xodimi turibdi. Men aytayapman, iltimos, tezga qarab turaylik, hech bo'lmasa kiyimimni kiyib olay, men ayol kishiman deyapman. Haligilar aytayapti, yo'q, bu yerda shart sen qo'ymaysan, keyin davay deyapti. Menga shunaqangi bir qo'pol haligi nima munosabatda bo'lsa, ular 4 ta erkak menga qarab turdi, men ularning ko'zini o'ngida kiyindim.
keyin shu holatdan keyin bizni ichki ishlarga majburlab olib kelishyapti. Ular aytyapti, o'z xohishi bilan kelgan, nima qilgan. Keyin ichki ishlarga olib kelinganimizdan keyin ham to biz binodan chiqmagunimizcha telefonlarimiz qo'limizga berilmadi. Bularning barchasi avvaldan rejalashtirilgan teatr shousi edi. Tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Akmal Xo'jayev Soliq inspeksiyasining sobiq boshlig'i Qurbonali Abdurahmonov bilan tortishib qolgan, uni lavozimidan ag'darish uchun payt poylab yurgandi. Maktab direktorining raqibi bilan uchrashgani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i uchun ayni muddao edi. Tumanda ichki ishlar boshlig'i 5:30 da paydo bo'ldi. U kirib kelyapti-da, bizni kamerasiz xonaga olib kiryapti. Kamerasiz xonaga advokatlar xonasiga olib kiryapti. Advokatlar xonasida soliq boshlig'i bilan men bilan gaplashyapti. U yerda birinchi gapi, "Voy Qurbonali, meni bilasiz-ku, xodimlarim qachondan beri meni ustimdan yozib yuradi. Men bu nimadan voqeadan bexabar qolibman. Shunaqa gap gapiryapti. Men aytyapman, aka, xodimlaringiz meni urib yechintirib tashladi." Keyin u menga kinoya qilib gapiryapti. "Bo'lmasa ustidan yozib bering, o'zingiz ham sharmanda bo'lasiz. Siz o'sha kiyimingizni yechgan videosini birovga ko'rsatsa, siz o'zingiz oqlalasizmi?" deyapti menga. Keyin haligi joyda yana to'xtayapman. Undan bunday qilamiz, yopiq qolsin, yopiqligicha qolsin. Hali sizlar ham nima bo'lmanglar. Men xodimlarimga o'zim tushuntirib qo'yaman. Videolarda haligi yo'qotadi bular. Sizlar bularning nohaqligiga jim bo'lasizlar deya. Ishonasizmi, ayollik sha'nim uchun shunga ham rozi bo'lishga tayyor edim o'sha vaqtda. Chunki kichkina tumanda yashayman. Men har bitta odamga o'zimni oqlab chiqolmayman aytdi. Keyin xo'p dedik. Hajayev o'sha payt chiqib ketdi. Kutyapmiz. Hajayev qaytib kelmadi. Telefonni bahona qilib chiqib ketdi. Telefon bo'lgandek. Keyin orqasidan chiqyapmiz, orqa hovliga chiqyapmiz. Keyin birinchi o'rinbosar bizni kutib olyapti. "Ha, sizlar qayerga ketyapsizlar?" deb. Bizni hatto telefonlarimiz olib qo'yilgan. Biz xuddi bir katta jinoyatchiga o'xshaymiz. "Aka, telefonimizni bering" deyapman. Telefon qo'yaylik. Yo soliqni boshlig'i, yo men birorta odamga telefon qilmaymizmi agar shunaqangi vaziyatda. Keyin yo qaytinglar, ustinglardan 102 ga xabar bo'lgan. Keyin men aytdim, tushuntirish xati yozib bering, buni yopishimiz kerak. Uyda tozalagan kirdim deng, u deng, bu deng. Keyin aytyapman men, nimaga men tushuntirish xati berishim kerak deyapman. Men nima ayb ish qildim hozir, men tushunmayapman deyapman. Keyin ular arizani ko'rsatdilar menga. Qani o'sha ariza? Keyin Aziz ismli uchastkovoy menga o'sha arizani olib kelyapti. Xuddi shunaqangi qog'ozga chiqarilgan arizani nomerini bekitgan holda ko'rsatyapti. Mana ariza, endi bizga shunaqa tushuntirish xati yozib bering. Biz buni arizani yopib yuboraylik, keyin biz ham sizni videolaringizni hech kimga, kiyimsiz, yalang'och holatdagi videongizni deyapti, birovga ko'rsatmaymiz deyapti. Keyin haligi joyda men aytdimki, sizlar dedim, nima o'yin qilyapsizlar dedim. Bu yerda mana shunaqangi, xuddiki soliqni boshlig'i bir nafar ayolda, u soliqni boshlig'i mashinasi tonirovka-yu dedim, sizlarning gapingiz to'g'ri bo'lgan taqdirda ham kim ko'radi buni ichini dedim. Nimaga o'yin bo'lyapti bu yerda? Keyin Azam ismli uchastkovoy kelyapti-da, hali Azizni qo'lidan qog'ozni olib turib menga, "Mana siz ariza dedingiz, endi davay arizaga endi tushuntirish xat yozib bering." Ular shu darajada olib keldiki, men tushuntirish xat yozishim kerak bo'ldi. Как будто uyni tozalagan kirdim. Bular haligi prosta nima qildi bizni degan mazmunda yozib berasan deb o'zlari o'sha boshidan puxta tuzgan ssenariyni mahkamlamoqchi bo'lyapti. Shuni yozmasang videoyini tarqatamiz, o'shuni yozmasang binodan chiqmaysan deyapti. Men 5 soat erta saqlanganimdan keyin, ular xohlagan tushuntirish xatini yozganimdan keyin eshikdan chiqib ketadigan mahalim sobiq nachalnik Akmal aka tepaga 2-etajga chiqib ketib turib bunday qildi, ko'zi bilan yur bu yoqqa dedi. Keyin yur bu yoqqa dedi. Keyin orqasidan bunday menga shuna tuyuldi shekilli deb qarab tursam, Azam ismli o'sha uchastkovoy aytayaptiki, "Birga yurarkansiz biz bilan" dedi. Biz 2-etajga chiqdik, chap tarafdan chiqib bordik. O'ngga burilganda chap qo'ldagi birinchi xonaga kirdik. Birinchi xonada Akmal aytdiki, "Endi" dedi, "hozir chiqib" dedi, "Eringga" dedi. "Mana masalani yo'q, anglashilmovchilik bo'libdi, o'shanga hali turdim deysan" dedi. "Uyingda birorta problema chiqmasin" dedi. "Shunga" dedim, "Azam bilan kelishib ol" dedi. Keyin hop, endi u paytgacha tasavvur qiling, men nachalnikda hali xaloskorga qaragandek qaraganman. Uni u ssenariyni boshida o'tirgan bilmaganman. Chunki u faqat bizga xodimlarini yomonlab, ularning jazosini beraman, bilmay qolibman, ular uyushtiribdi degan narsalar gapirganda. O'sha vaqtda bildim, nachalnik tepasida turgan. Men bunday burilgan paytim Azam unga bunday xuddi hali gapni ayting dedi. Nimani bitta narsa esimdan chiqibdi. Ular arizani ko'rsatgan mahal Zibo ismli o'sha ichki ishlar xodimidan ruchkangiz berib turing deb qo'limga murojaatchining raqamini yozib oldim. Murojaatchining raqamini yozib olganda u ikkala uchastkovoy bir-biriga qarab qo'ydi. Bir-biriga qarab qo'ydi. "Opa, buni kovlashtirish keragi yo'q" dedi u. Keyin sezdim, bu yerda nimadir bor dedim. Keyin aynan o'sha Azam nimaga tepaga chiqqanimizda nachalnikka qarab, bunday qilyapti, haligini ayting deganda. Keyin menga qarang dedi. Keyin bunday burilib, "Ha" deyapman. "Siz" deyapti, tag'in chiqib olib,
arizachini kovlashtirib yurmagan. Meni xodimlarimni ham sizni kiyimsiz holatdagi videolaringiz bor. Bular ham kovlashtiradi keyin deyapti. Ana shu yerda tushundim, hamma yoqda bu tashkillagan. Bo'lib o'tgan voqealar ortidan ruhiy tushkunlikka tushgan maktab direktori o'z joniga qasd qiladi. Baxtli tasodif tufayli hayotga qaytgan ayol o'zini qo'lga olib, sha'ni oilasi uchun bu uyushtirilgan shouni ommaga oshkor qilish yo'lida astoydil bel bog'laydi va bunga erishadi ham. Kamera yozuvlari esa ayol uchun qo'l keladi. Uchastka noziri A'zam Hamidjonovning tanishi bo'lgan do'kon sotuvchisi Davlat Yusupov oldiga kelib, ayol va erkak jinsiy aloqa qilayotgani haqida 102 qisqa raqamiga xabar berasan deb tayinlayotgani kameraga muhrlanib qolgan. Uchastkovoy Hamidjonov A'zam o'zini avvaldan tanish bo'lgan magazinchi Yusupov Davlat degan bolani oldiga borib, kamera yozuvlarida ham ko'rinib turibdi. 20 minut, yarim soat mobaynida unga bir narsalarni tushuntirib, gapirib, keyin uni 102 ga telefon qilishga ko'ndiradi. Yusupov Davlatni tuman prokuraturasiga bergan ko'rsatmasidan bilishingiz mumkinki, unga A'zam qandaydir videoni ko'rsatib, 102 ga telefon qilib, go'yoki soliqda boshlig'i bir ayolni uyiga jinsiy aloqa qilish uchun olib kirib ketdi deyishga ko'ndiradi. Shundan so'ng Yusupov Davlat senga hech qanaqangi zarar bo'lmaydi degan gaplarga ishonib 102 ga telefon qiladi. 102 ga telefon qilgandan keyin ertasi kuni ichki ishlarning ichidagi ichki xavfsizlik xizmati xodimi Avaz degan yigit men bilan bog'landi degan davlat ko'rsatmalarida menga endi haligi tek yurishini, soliqda boshlig'ida qasding bormidi, nimaga unga tuhmat qilding, qabil ostida endi bu yog'iga jim yashaysan deb uni cho'chitganini aytadi. Keyinchalik Yusupov Davlat o'zini ko'rsatmalarini o'zgartirayotgan bo'lsa ham qandaydir tahdidlar ostida, lekin uni ko'rsatmasidan shuni bilishingiz mumkinki, u ichki xavfsizlik xodimini telefon raqamigacha keltirib bergan. Detalizatsiyalarda ham haqiqatan ham o'sha raqam bilan Yusupov Davlat gaplashganini ham ko'rishingiz mumkin. Demak, bu yerda faqatgina ichki ishlar bo'limi emas, buni viloyatdagi ichki xavfsizlik xodimlari ham bu ishga aloqasi borligini payqash qiyin emas, dalil isbotlarni ko'rganingizda. Eng qizig'i ichki ishlar boshqarmasiga holat bo'yicha xabar berish vaqtlarida ham chalkashliklar mavjud. Ichki ishlar bo'limiga men 458 da olib kirilyapman. Majburan. Ular hozir tergovlarda o'z ixtiyori bilan qanday men o'z ixtiyorim bilan kirib, hali ichki ishlarda o'tirishim mumkin. 5 soat bo'lib ham. Yarim soat emas, 1 soat emas, naq 5 soat. 458 da kirsam, keyin men ustimdan go'yoki bir fuqaro men bilan soliqni boshlig'ini ko'rib qopti-da, o'sha jinsiy munosabat uchun kirib ketayotganimizni. 17:21 da telefondan 102 ga xabar beryapti. Endi yana ham qiziq holati, u 17:21 da bergan xabarini ichki ishlarda o'sha nima navbatchisi Yormatov deyapti, u qabul qilib olyapti soat 17:00 da. Keyin o'shuni asosida biz ushlab chiqyapti. Vaholanki 16:58 men ichki ishlarda binosida bo'lganman. Bularda shunaqangi palapartish tarzda, qo'pol ravishda hujjatlar soxtalashtirilganligi, men sizga hamma hujjatlarni ilova qilib taqdim qilaman bularni. Hujjatlarni tobora soxtalashtirib boravergan. Keyin shu orada xo'jayinimni chaqirishdi. O'sha ichki ishlar binosida men ichkarida o'tiribman. Keyin ko'rsatyapti, ana ering, biz xohlagan narsani yozib berasanmi, bermaysanmi? Yo'q, yozmayman men. Men birovga tuhmat qilmayman deyapman. Aytayapti, agar sen biz aytgan narsani aytmasang, eringga ushlab oldik deymiz deyapti. Aytaverdim. Keyin men ekspertiza qilgizrasan dedim. O'sha jinsiy aloqa qilgan bo'lsa, meni bo'ynimga qo'yib berasan dedim. Keyin qarayapti, iloji yo'q, imkoniyati yo'q. Keyin ular noiloj erimni o'zlari chaqirib, chiqing ayolingiz masalasida turib, keyin yana o'zlari yo'q, anglashilmovchilik bo'libdi deb qaytarib boryapti. Bundan keyingi tahdid meni rahbarim bilan bo'ldi. Rahbarimni chaqiryapti, aytga, shu xodimingni ishdan olib berasan. Rahbarim bilan keyingi bo'lgan suhbatlarda shuni bildimki, rahbarim aytgan, menga asos ber. Bu ayol oilali ayol. Farzandlari bor, ajrashgan emas, xulqi yaxshi. Bu oldin birortasi bu masalada menga shikoyat qilmagan. Menga asos ber. Asosing bilan keyin ishdan olishim mumkin degan. Yo'q, ular bu maqsadga ham erisholmadi. Meni boshlig'im chiqib ketdi. Undan keyin ular tinimsiz mana shunaqangi bosim, ishonasiz, meni bittagina tushuntirish xatim bir 7 kishiga kerak bo'ldi. Ayni paytda Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Akmal Xo'jayev o'xshamay qolgan shousi ortidan egallab turgan lavozimidan ozod qilingan. Unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilgan. Jumladan, mazkur jinoyat ishi bo'yicha Akmal Xo'jayevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 141-prim 1 moddasi 2-qismi A, B bandlari
141 prim 3 moddasi 2 qismi B bandi, 142 modda, 206 moddasi 1 qismi, 230 prim 2 moddasi 1 qismi va 4 moddasi 1 qismi bilan ayblov e'lon qilingan. Bu voqealardan keyin o'sha tegishli joylarga men murojaat qildim. Mana haqiqat qaror topdi. Nachalnik ishdan ketdi. Endi tez kunlarda sud bo'lishi kutilyapti. O'rinbosariga ayblov e'lon qilindi. Mana soliqni boshlig'i nima aybi yo'qligi uchun uni o'rganib chiqilib, u ishga tiklandi. Bizga uyushtirilgan mana shu tuhmat vaqtida nimani nachalnik Jasur ismli birinchi o'rinbosari u hali ham ishlayapti. Mana ayblov e'lon qilindi. Undan keyin sudga qadar ishlab turar ekan. Haligacha ishlayapti. Uni yaqini Rustam ismli uchastkovoy yaqini menga telefon qilib bog'landi. Shunaqangi, uni nima qilmang, oddiy oiladan chiqqan dedi. Lekin shou uyushtirishda hammaslak bo'lgan sobiq Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari va ayolni tahqirlagan tezkor xodimlar hali ham o'z lavozimlarida ishlashda davom etyapti. Bo'lgan ishlarni bosti qilish uchun esa maktab direktoriga Jasur Rasulov tanishlari orqali hatto 50 ming dollargacha taklif qilingan. Ichki ishlar o'sha sohiblarga, azamlarga qarashli odamlar dastlab pul taklif qilishni boshladi. 20 ming dollar, 50 ming dollargacha pul taklif qilishyapti. Ya'ni kim men arizamni qaytarib olar ekanman. Keyin hali anglashilmovchilik bo'lgan bo'lar ekanda, ish yopilishi uchun. Keyin undan keyin yaqinda o'sha nimani Jasurlarni o'rinbosari, ichki ishlarda o'rinbosari Jasurdi. Yaqinda bir yaqini telefon qilib turib, menga endi tahdid qilishga o'tyapti. Ular farzandlarim orqali, ya'ni o'sha ikkita qizing maktabga borar ekan, bir nafar o'g'ling bog'chaga borar ekan. Endi pulga men ko'nmadimmi? Pul takliflarini rad qilganimdan keyin endi ular menga farzandlarim orqali tahdid qilishga o'tyapti. Meni o'zimni hayotimga bo'lgan suiqasdlarni ham men internet orqali yoritib borganman. Qaysi mashinalar kuzatayotgani, qanaqangi kamazlar yo'limdan chiqib ketayotgani, men hatto mashinalarning raqami bilan ma'lum qilganman. Keyin yaqinda ham misol Polvon Toshda uchastkovoy Laziz ismli bolani nimasida boshqaruvda 302 raqamli oq Nexia 3 ta yuradi. Biz tamomila boshqa hududda ishlaymiz. Meni hududim unga juda ham chap hisoblanadi. Ko'p ko'ryapman men o'sha yerda kuzatib turganini. Aytaylik sizga oddiy misol. Keyin 001 qora Gentralar, bez nomer Malibular, nima sabzirang Kamazlar yo'limga chiqqani, hammasi yuzasidan men nimaga internetga bu haqida ommaga ma'lum qilganman. Ya'ni meni hayotimga tahdidni ham men ma'lum qilgandan keyin, pulni ham rad qilgandan keyin endi bular menga farzandlarim orqali tahdid qilyaptiki, sen arizangni qaytarib olmasang, farzandlaringga ehtiyot bo'lgin degan mazmunda tahdidlar bo'lyapti. Shularni o'ylab, keyin men sizlarga iltimos bilan murojaat qilishga qaror qildim. Meni u yerda ayollik sha'nim toptaldi. Barcha ayol kishiga ishlatish mumkin bo'lgan eng qabih tuhmatlar menga ishlatilindi. Gulira'no o'zini yechintirib, tahqirlab, do'pposlagan operatsiyada qatnashgan barcha xodimlarga qonun doirasida qat'iy chora ko'rilishini istaydi.